Bugun sizlar bilan Equinox mashinasini texnik taraflarini ko'rib chiqamiz. Qayerdan moy quyiladi, qayerdan to'kiladi, birgalikda obzor qilamiz. Obzorimizni mashinani yuragidan boshlaymiz. Bunda 2 litrli turbo dvigatel joylashgan. Bunga 5,5 litr Dexus dopuskaga 5 ga 30 moyi quyilishi kerak. Antifrizga keladigan bo'lsak, bu mashinaga 7-8 litr atrofida G12 Plus dopuskaga bo'lgan antifriz quyilishi kerak. Tormoz sistemasiga Dottor rusumli suyuqlik quyiladi. Umumiy almashtirilganda 1 litr moy ketadi. Bunda gidravlik suyuqlik umuman bo'lmaydi, chunki sistema elektrollashtirilgan. Undan tashqari motorni zavod qilib berish uchun kerak bo'ladigan svechalar bunda 4 ta joylashgan. Uni har 15-20 kilometrda almashtirish tavsiya qilinadi. Qo'limda turgan Equinox havo filtri. Bu havo filtrni har moy almashtirilganda almashtirish tavsiya qilinadi. Buni vazifasi tashqaridagi havoni filtrlab motor ichiga toza havo yetkazib berish. Bu qopqon tiyida oynani tozalash uchun suyuqlik joylashadi va bunga 3 litr oyna suvi ketadi. Mashinani kolodka va shina joylariga yetib keldik. 235-55 R19 dyumli balon ketadi va buni Carlin moy quyish markazlaridan bemalol topsanglar bo'ladi. Undan tashqari bunga to'g'ri keladigan kolodkani ham topib bera olamiz. Bardachoni ichki qismida mashinani salon filtri joylashgan bo'ladi. Salon filtri har moy almashtirganda almashtirishi tavsiya qilamiz. Undan tashqari buni vazifasi tashqaridan kelgan havoni filtrlab salon ichida o'tirgan odamga toza havo yetkazib berish. Mashinani benzin bakining ichida toplivniy filtr, pamper joylashgan, ular komplektda bo'ladi. Ularni har 25 ming probegda almashtirish tavsiya qilinadi. Mashinani pastki tarafiga ham tushib oldik. Xuddi tepamda motor moyini poddomi joylashgan. Aynan motor moyi xuddi shu joyda saqlanadi. Uni yonida moy filtr joylashgan. Moy filtri har moy almashtirganda almashtirish tavsiya qilinadi. Motor poddonning oldida korobkamiz joylashgan. Korobkaga Dextron ATF6 moyi ketadi va bunga 7 litr moy quyiladi. Shu bolt orqali eski, ya'ni poddondagi moyi to'kib, tepadan moy quyib beriladi.